Assalomu alaykum. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Bugun Andijon davlat tibbiyot institutidagi 06/2025 27/12 02/03 raqamli ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash asosida tuzilgan bir martalik ilmiy kengash o'z faoliyatini boshlaydi. Hurmatli kengash a'zolari, demak, bir martalik ilmiy kengash 11 nafardan iborat deb belgilangan va majlisda 10 nafar a'zo qatnashyapti. Shu jumladan 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi pedagogika fanlari ixtisosligi bo'yicha 6 nafar fan doktorlari. Kvorum majlisini ochish uchun yetarli vakolatga ega, ilmiy kengash majlisini ochish mumkin degan taklif bor. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman, ovoz berishlaringizni so'rayman. Qarshi betaraflar yo'q, bir ovozdan taklif qabul qilindi. Majlisni ochiq deb e'lon qilaman. E'tiboringizga quyidagi kun tartibi havola qilinadi. Bugungi kun tartibi bitta masala: mustaqil izlanuvchi Tashmatova Mohizatxon Inomiddin qizining pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan bo'lajak shifokorlar refleksiv malakalarini rivojlantirishning metodik asoslarini takomillashtirish mavzusidagi 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi pedagogika fanlari mutaxassisligi bo'yicha dissertatsiya ishini himoyasi. Taklif etilgan kun tartibi bo'yicha qanday savollar bor? E'tirozlar yo'qmi? E'tirozlar yo'q. Kun tartibini tasdiqlash tarafdorlarini ovoz berishlarini so'rayman. Xo'p, qarshi betaraflar yo'q. Iltimos, Zoom ishtirokchilar nimalaringlarni, kameralarni yoqib, ovoz berayotganda qo'l ko'tarib qatnashinglar. Kun tartibi bir ovozdan tasdiqlandi. Kun tartibidagi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyasi mavzusi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan B2025.1.PhD PET 8300 raqam bilan ro'yxatdan o'tkazilgan. Dissertatsiya ilmiy ishi Andijon davlat tibbiyot institutida bajarilgan. Dissertatsiyaning to'liq matni Andijon davlat tibbiyot instituti Qoshday axborot resurs markazida joylashtirilgan. Dissertatsiyaning avtoreferati 3 tilda, o'zbek, rus va ingliz tilda ADT ilmiy kengashining web sahifasi va Ziyonet axborot ta'lim portali O'zbekiston axborot agentligi sahifasiga joylashtirilgan. Ilmiy rahbar pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dotsent Ahmedova Nigora Dadaxonova. Rasmiy opponentlar: pedagogika fanlari doktori professor Isroilova Dildora Muxtarovna, pedagogika fanlari doktori professor Halimova Mashraboy Vahidovna. Yetakchi tashkilot Samarqand davlat tibbiyot universiteti. Izlanuvchi Tashmatova Mohizatxon Inomiddin qizining shaxsiy hujjatlari bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kotibga beriladi. Assalomu alaykum. Hurmatli rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Diqqat bersanglar, izlanuvchini shaxsiy materiallari bilan tanishtirsa. Tashmatova Mohizatxon Inomiddin qizi 1991 yil 10 mayda Andijon viloyati Andijon tumanida tug'ilgan, millati o'zbek. 2011-15 yillarda Andijon davlat universitetini pedagogika, psixologiya yo'nalishlarini muvaffaqiyatli tamomlagan va 2021-23 yillari ushbu institut pedagogika, psixologiya mutaxassisligi bo'yicha magistratura bosqichida tahsil olib, magistr darajasini olgan. 2015-19 yillarda Andijon tuman 49 maktab amaliyotchi psixologi lavozimida, 2020-22 yillarda Andijon tuman 16 maktab o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari vazifasida faoliyat olib borgan va 2022 yildan to kunga qadar Andijon davlat tibbiyot instituti o'zbek tili va adabiyoti tillar kafedrasi assistenti lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Tadqiqotchi bo'lajak shifokorlar refleksiv malakalarini rivojlantirishni metodik asoslarini takomillashtirish mavzusida
13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya tadqiqotlarini yakunlagan. Ilmiy rahbar pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent Ahmedova Nigara Dadaxonovna dissertatsiya mavzusi bo'yicha 17 ta ilmiy ish, jumladan bitta o'quv qo'llanma, bitta elektron dastur va O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan doktorlik dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarni chop etish tavsiya etilgan. Ilmiy nashrlarda 9 ta maqola, jumladan 4 ta xorijiy va 5 ta respublika jurnallarida nashr etilgan. Ansiklopediya bo'yicha originallik 90,78%, o'zlashtirib olishlar 5,4%, o'z o'zidan voz keltirishlar 3,8%. Talabgorlar taqdim etgan hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan pedagogika fanlari bo'yicha PhD ilmiy darajasini olish dissertatsiyalariga qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi. Dissertantimiz oilali 3 nafar farzandi bor. Rahmat. Ilmiy kotibga yoki izlanuvchiga savollar bormi? Ma'lumot uchun qabul qilish taklifi bor. E'tirozlar yo'qmi? Yo'q. Qabul qilindi. Dissertatsiya ishini asosiy mazmunini e'lon qilish uchun so'z izlanuvchiga beriladi. Shu o'rinda chiqishlar bo'yicha reglamentni ham e'tiborga olishlaringizni so'rayman. Marhamat, sizga demak 20 daqiqa, opponentlarga 10 daqiqa va norasmiy opponentlarga 5 daqiqada ajratsak. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari, aziz ustozlar va ishtirokchilar. Ruxsatingiz bilan 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha tayyorlangan bo'lajak shifokorlar refleksik malakalarini rivojlantirishning metodik asoslarini takomillashtirish, pedagogika psixologiya fani misolida mavzusidagi dissertatsiya tadqiqotining asosiy mazmuni va natijalarini e'tiboringizga havola etaman. Ruxsatingiz bilan nutqimni prezidentimiz fikrlaridan boshlasam. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich ta'kidlaganidek, yangi O'zbekistonni barpo etishda raqobatbardosh, zamonaviy fikrlaydigan va yuqori malakali kadrlarni tayyorlash ustuvor vazifa hisoblanadi. Mazkur fikr bugungi tibbiy ta'lim tizimi oldiga qo'ygan barcha insonlarga katta mas'uliyat yuklaydi, chunki zamonaviy shifokor nafaqat chuqur bilim va amaliy ko'nikmaga ega bo'lishligi, balki o'z faoliyatini tahlil qila olishligi, xatolarini anglashi hamda o'z ustida doimiy ishlab borishga tayyor bo'lish kabi refleksiv malakalarga ham ega bo'lishligi zarurdir. Ayniqsa, klinik qaror qabul qilish jarayonida refleksiya shifokorning yetukligini belgilovchi omil hisoblanadi. Shu bois bo'lajak shifokorlarda refleksiv malakalarni pedagogik psixologik mexanizmlar asosida tizimli ravishda rivojlantirish mazkur tadqiqotning dolzarbligi va zaruriyatini belgilaydi. Tadqiqotimizni maqsadi bo'lajak shifokorlar, ya'ni tibbiy yo'nalishda refleksiv malakalarni rivojlantirish jarayonini chuqur tahlil qilish, refleksiv faoliyatni shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik hamda psixologik omillarni aniqlash hamda ularni o'zaro uyg'unligi asosida refleksiyani rivojlantirishning metodik asoslarini takomillashtirishdan iboratdir. Tadqiqot obyektimiz tibbiyot yo'nalishi oliy tizimidagi bo'lajak shifokorlarni klinik tayyorgarligini shakllantirish jarayonidagi refleksiv malakalarni shakllantirish amaliyot jarayoni hisoblanadi. Tajriba ishlari Andijon davlat tibbiyot instituti, Buxoro davlat tibbiyot instituti hamda Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutlarining davolash yo'nalishidagi 326 nafar talabalar orasida olib borildi. Tadqiqot predmeti bo'lajak shifokorlarning refleksiv malakalarini rivojlantirishning metodik asoslarini takomillashtirishga qaratilgan o'qitish texnologiyasi hisoblanadi. Tadqiqotimizda bir qancha vazifalarni o'z oldimizga maqsad qilib oldik. Bulardan birinchisi refleksiv malakani pedagogik psixologik mohiyati hamda uning tarkibiy komponentlarini aniqlash. Ikkinchisi bo'lajak shifokorlarda refleksiv malakalarni rivojlantirish bo'yicha
milliy hamda xorijiy tajribalarni qiyosiy tahlil etish. Uchinchisi esa refleksiv ta'lim jarayonini didaktik shart-sharoitlarini belgilash. To'rtinchisi refleksiv kundalik, portfolio, simulятsion mashg'ulotlar, mentorlikka asoslangan mualliflik metodikasini ishlab chiqish hamda uni tajriba sinovdan o'tkazish, uni samaradorligini baholashdan iboratdir. Tadqiqotimizdagi ilmiy yangiligimiz quyidagicha. Tadqiqot natijasida 4 ta asosan ilmiy yangilik olindi. Birinchisi refleksiv malakani komponent modeli aniqlashtirildi. Ikkinchisi esa pedagogika, psixologiya, klinika integratsiyasiga asoslangan refleksiv yondashuv takomillashtirildi hamda uni didaktik mexanizmi ishlab chiqildi. Uchinchisi refleksiv kundalik, portfolio, simulятsion tahlil va mentorlikka birlashtiruvchi mualliflik metodik modeli yaratildi. To'rtinchi tadqiqotimiz bu metakognitiv sikl, ya'ni bunda rejalash, monitoring, baholash, tuzatish asosida refleksiv jurnal, self assessment va mentor feedbackga tayangan ABC pedagogika metodik bloki ishlab chiqildi. Mazkur ilmiy yangiliklar tajriba sinov ishlari orqali o'zlarini samaradorligini tasdiqladi. Tadqiqot ishimiz hajmi umumiy kirish qismi 3 bob, xulosa va tavsiyalar hamda foydalangan adabiyotlar ro'yxati hamda ilovalardan iborat. Ishni umumiy hajmi 130 betni tashkil etadi. Birinchi bobimiz bo'lajak shifokorlarning refleksiv malakalarini rivojlantirishning nazariy asoslari deb nomlanib, ushbu slaydda biz tadqiqotimizning nazariy natijalarini ko'rishimiz mumkin. Bu nazariy natijalari refleksiv malaka asosida birlashgan bo'lib, bunga kognitiv, metakognitiv, affektiv hamda xulqiy komponentlar birlashgan holatda talabalar refleksiv malakalarini shakllantiradi. Ikkinchi nazariyamizda ko'radigan bo'lsak, ushbu refleksiv malakalarni rivojlantirishni mexanizmi keltirilgan bo'lib, bunda birinchisi refleksiya sikli. Bunda talaba birinchi o'rinda nima bo'ldi, nega bunday bo'ldi, men nimani o'rgandim, keyingi safar qanday tashkil etaman degan kabi savollarni sikl aylangan holatda, bir-biriga bog'liq holatda o'zida doimiy shakllantirib boradi. Ikkinchisi esa refleksiv pedagogika bloki. Bunda refleksiv jurnal, self assessment hamda savol-javob orqali chuqurlashtirish orqali bu blokni amalga oshiriladi. Oxirgisi refleks rubrikasidan foydalanildi. Bunda dolzarblik, empatiya, hissiyotlar, o'rganish, o'zgarish kabi ketma-ketliklar amalga oshiriladi. Bunda tuyg'ularini anglaydi, mana empatiya orqali, hissiyotlar orqali o'z tuyg'ularini anglaydi. O'rganish orqali olingan saboqlarni umumlashtirib, o'zgarish kelajakdagi reja va strukturalarini tuzishga harakat qiladi talaba. Ushbu taqdimotda ko'rishimiz mumkin, refleksiv malakalarni rivojlantirishga qaratilgan mualliflik metodikasining bosqichlari quyidagicha ifodalanadi. Birinchi komponentimiz refleksiv tahlil va o'zini kuzatish. Bunda talaba o'zini faoliyatini qayta ko'rishligi, xatolarini aniqlash amalga oshiriladi. Bu tasvirlovchi refleksiya orqali amalga oshiriladi. Ikkinchisida esa simulятsion ta'limda xatolar sabablarini aniqlagan holatda o'zi mustaqil qaror qabul qilishni rivojlantiradi. Bu tahliliy refleksiya bosqichi hisoblanadi. Uchinchisi esa pedagogik psixologik yondashuvlar. Bu orqali talabalar o'z emotsiyalarini boshqaradi, o'zini nuqtai nazarlarini yanada kuchliroq berishga harakat qilib, ham tahliliy yondashgan holatda tanqidiy refleksiya ham bu davrda shakllana boshlaydi. To'rtinchi komponentimiz o'zini baholash va rivojlanish komponenti hisoblanib, bu aynan kuchli zaif tomonlarini o'zi anglagan holatda rivojlanish yo'lini o'zi boshlaydi. Bu tanqidiy refleksiya bosqichida amalga oshiriladi. Keyingi tadqiqotimiz mazkur slayd shifokorlarning refleksiv malakalarini rivojlantirishning mualliflik modeli hisoblanadi. Bunda biz eng asosiy e'tibor qaratadigan joyimiz psixologiya hamda pedagogikani integratsiyasi orqali oshiriladi.
Bular birgalikda talabaga yanada kuchliroq ta'sir ko'rsatadi. 4 ta blok orqali amalga oshirganmiz. Birinchisi maqsad bloki. Uning asosiy maqsadi zamonaviy tibbiyot amaliyoti uchun tanqidiy fikrlaydigan, empatiyaga ega, o'z faoliyatini tahlil qila oladigan, klinik qarorlarni asosli qabul qila oladigan bo'lajak shifokorlarni tayyorlashdan iborat. Ikkinchisi esa ilmiy nazariy blok hisoblanadi. Ushbu blok refleksiv amaliyot, metagognitsiya, klinik tafakkur, refleksiv jurnal va mentorlik kabi ilmiy yondashuvlarga asoslanadi. Uchinchi blokimiz tashkiliy blok hisoblanadi. Mazkur blokda refleksiv kundalik, portfolio, yo'naltiruvchi refleksiya, jurnal kabi metodlardan foydalangan holatda amalga oshiriladi. 4-blokda esa baholash jarayoni hisoblanadi. Refleksiv malakalarning shakllanish darajasi maxsus mezonlar natijasida baholanadi hamda ular indikatorlar asosida diagnostika qilinadi hamda olingan natijalar tahlil qilinadi. Keyingi tadqiqotimizdagi slaydimiz pedagogika va psixologiyani klinika integratsiyasini tushuntirib beraman. Bu joyda eng muhim bizning qismlarimizdan biri hisoblanadi. Pedagogika orqali dars dizayni, muammoli vaziyatlar, debriefinglar amalga oshiriladigan bo'lsa, psixologiya orqali talaba o'zini faoliyatini javob bera oladi, stresslarga qay darajada javob berishligini, bemor bilan bo'ladigan muloqotda empatiyasini bildiradi, o'zini nazorat qila olishlik qobiliyatlari bu orqali birgalikda hamfikr holatda amalga oshiriladi. Klinikada esa o'sha simulятsion jarayonlarda birgalikda bir-birini to'ldirgan holatda amalga oshiriladi. Faol muloqot ko'nikmalari talaba ochiq savol berishni, faol tinglashni, asosli fikr bildirishni, noverbal ishoralarni tushunishni boshlaydi. Etika va empatiya esa etik me'yorlar, kasbiy mas'uliyat va bemorning ruhiy holatini hisobga olishligi, bular rolli o'yinlar orqali, mini vaziyatlar orqali amalga oshiriladi. Bemorlar bilan ishlash ham bemor va yaqinlar bilan samarali muloqot hamda amaliy yordam ko'rsatish malakalari shakllanadi. Bunda bu pedagogika psixologiya darslari orqali amalga oshiriladi. Psixologik barqarorlik, his-tuyg'ularini boshqarishlik, stressni yengish hamda qarorda o'zini psixologik barqarorligini saqlab qoladi. Tajriba dasturimizning asosiy komponentlaridan bular yozma refleksiya. Yozma refleksiya bu talabalarning o'z faoliyati va his-tuyg'ularini tajribadan o'tkazib tahlil qilgan holatda amalga oshiradi bunda. Ikkinchisi mentorlik muloqoti. Bunda mentor bilan talabalar individual bemalol shug'ullana oladi, o'z tuyg'ularini bemalol bayon qila oladi. Dars jarayonidan tashqari mentorlar bilan qo'shimcha mashg'ulotlar olib boriladi. Simulятsion mashg'ulotlar oyiga 1-2 marta debriefinglar, rolli o'yinlar, video tahlillar hamda ssenariylarni muhokama tarzida o'tkazishi mumkin bo'ladi. Refleksiv portfolio esa bu strukturaviy fayllar to'plami hisoblanib, bosqichma-bosqich o'zidagi o'zgarishlarni qayd etib boradi. Baholash rubrikalari, bularni barchasidan kelib chiqqan holatda baholash rubrikasi, refleks rubrikasi, mezonli tahlil, teskari aloqa hamda refleksiv rivojlanish monitoringini amalga oshiriladi. Tadqiqotimizni eksperimental tadqiqot 3-bobida umumiy 326 nafar talabada ishi olib borilgan. Tadqiqot ishlari 165 nafari tajriba guruhida, 161 esa nazorat guruhi saqlandi. Andijon davlat tibbiyot institutidan 120 nafar, Farg'onadan 105 nafar, Buxoro davlat tibbiyot institutidan 101 nafar talabalarda olib borildi. Asosan 3 semestr davomida olib borilgan. Pre va post testlari o'tkazilgan tajriba boshida. Tajriba guruhida yozma refleksiya, portfolio, simulyatsiya, debriefing, mentorlik muloqoti hamda rubrikali baholash metodlari o'tkazilgan bo'lsa, nazorat guruhida o'quv jarayonini an'anaviy tartibda olib borilgani bilan farqlanadi. Baholash refleksiv yozuvlar, demak 1dan 5 gacha baholarni qayd etgan holatda amalga oshiriladi. Simulyatsiya esa 8 bandli chek-listlar orqali amalga oshirildi. Bunda portfolio, kompleks mezonlar hamda samaradorlik rimi orqali
aniqlandi. Bu joyda dastlabki diagnostika natijalarini ko'rishimiz mumkin. Boshlang'ich refleksik malaka darajalari barcha mezonlar 2,76 bilan 3,12 oralig'ida o'rta darajada ekanligi aniqlandi. Qat'iy o'zlikni emotsional, intellektual, kommunikativ, refleksiv mezonlarni ko'proq biz o'zimiz shug'ullanishimiz kerakligini, rivojlanish zarurligini buni Aytaymi? ekanligi Kilolarni to'g'ri. Bu aşı hakikaten uzağım indi. Yani telefonda turibdi de. Haligi ben de ichida qog'oz bor. Haligi ben de ikki varaq qog'oz turibdi ichida. slaydda ko'rishimiz mumkin. Refleksiya darajalari tajriba guruhida hamda nazoratdagi yakuniy foizlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Nima deysiz? So'z. Narsa qolib ketibdi o'zi. Chaqirganman. Natijalar tajriba guruhida ko'rishimiz mumkin. Kritik refleksiyani 11% dan 34% ga yuqorilagani bizning eng samaradorlikka erishganimizni sabab deb hisoblaymiz. Interpretativda esa 31% dan 47% ga, deskriptivda esa 58% 19% ga pastlagani bu bizni yutug'imiz, natijamizni samaradorligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, tadqiqot ishlarimizdagi refleksiv harakatlar dinamikasini kuzatganimizda refleksiv savollar, xatoni tan olishlik, qarorni asoslash, empatiya ifodasi, faol savol berish kabi mezonlarda hisobga olganda bularda sezilarli o'sishni kuzatishimiz mumkin. Faol savol berish 31% dan 78% ga oshgan, empatiya 25% dan 71% ga. Refleksiv savollar 12% dan 59% ga eng katta nisbiy bilan o'sishni bizga ko'rsatib berdi. Stimulyatsiya refleksiv fikrlashni amaliy sharoitda faollashtirganini biz tadqiqot natijamiz orqali ko'rdik. Samaradorlikning statistik natijalariga ko'ra, student testi natijasiga ko'ra pi 0,5 natijani ko'rsatdi. Pearson korrelyatsiyasi esa 0,71 hamda Likert so'rovnomasiga ko'ra 100% dan 82,3 talabalar refleksik metodikani ijobiy qabul qilganligi bu bizning yutug'imizdan biri ekanligi hisoblanadi. Asosiy xulosalarimiz reglamentga e'tibor bergan holatda asosiy xulosalar, tavsiyalarga to'xtalmaslikka ruxsat berasizlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Rahmat. Doklad tugadi. Marhamat, sizlarning uchiga savollar bormi? Savollar. Marhamat. Salom, hurmatli Kızınız hazır, sürücü deklarasyonlar görmüştüm. Ağızdan hatırlayıp gördük. Bulacak şifakarlar refleksif malakalarla rivayetlendirişinin modeli işler çıkarsın. Albatta. Şu modeli de menge hazır lazım olsa bir kandidat hazırçılarla ötürəsiz. Şunun birinci savol. Model. Hazırçıları kandidat. İkincisi, endi tadqiqot ishingizda mana o'qituvchilar uchun qanaqa metodik tavsiyalar ishlab chiqdingiz? Metodik tavsiyalar. O'shalar eng kerakli, qiziqarlimiz. Yana uchinchi savolim, mana shu tadqiqotingizda qaysi kompetensiyalar asosan eng ko'p tajribangizda foydalandingiz? Yoki o'sha talabalarda qaysi kompetensiyalar ko'p tushundingizmi? Rivojlangan kompetensiyalar desangiz ham bo'ladi. Bo'ldimi? Model Savollar tushunarlimi? Modelga tushunmadik. yo'q, model bosqichi ketma-ketlik. Ketmagan. Qanday tushuntirasiz bizga? Model ishlab chiqqan modelingiz. Rahmat. Hop. Hakimov Abdulhakim ustoz, savollar uchun rahmat.
Birinchi savolingizga quyidagicha javob bersam, model quyidagi ketma-ketlikda amalga oshirildi. Bunda birinchi o'rinda diagnostik bosqich amalga oshirildi. Talabalarda boshlang'ich refleksiv malakalari aniqlandida, undan keyin ularni motivatsion bosqichga olib chiqdik, diagnostik bosqichdan. Undan keyin kognitiv, ularni bilishga bo'lgan doir nazariyalari o'rganildida, undan keyin amaliy bosqichga o'tdik. Amaliy bosqichda ularni o'sha faoliyatidagi xatti-harakatlari kuzatilib turib, refleksiv bosqich natijalari ularga ko'rsatib berildi. Refleks natijalarini biz ko'rganimizdan keyin ularni baholash bosqichiga olib o'tdik. Ikkinchi savolingiz bo'yicha o'qituvchilar uchun qanday kompetensiyalar, metodik tavsiyalar qanday ishlab chiqildi deyildi. Bunda o'qituvchilar uchun dars jarayonlarini samarali tashkil etish uchun savollar tizimini ishlab chiqdik, refleksiv savollar tizimini ishlab chiqdik. Undan keyin klinik savollar, klinik topshiriqlar majmuasini ishlab chiqdik. Debriefing jarayonini tashkil etish uchun keysli vaziyatlarni o'qituvchilar uchun ishlab chiqdik. Hamda talabalarni faoliyatini yanada rivojlantirish uchun feedback uchun muhokamali vaziyatlarni ham berib bordik. Uchinchi savolingizga to'xtalsam, qaysi kompetensiyalar talabalarda talabalarda eng sezilarli rivojlangan kompetensiyalar bu klinik fikrlashlari rivojlandi. Ularni o'sha jarayonlarda o'zlarini erkin qabul qilishdi, o'z fikrlarini namoyon qilishdan qo'rqmay qolganligi bu bizga yutuq bo'ldi, hamda o'zlarini refleksiv tahlil qilishni boshlashdi. Kimlardir o'zlariga oylik refleksiv faoliyatini yozib boruvchi kundaliklar tutishdi. Ba'zi talabalar hattoki har haftalik o'z faoliyatini tahlil qilishni boshlashdi. Hamda kommunikativ hamda jamoaviy ishlash kompetensiyalari ularda rivojlanganligi bu bizni tajribamizni yutug'i deb hisoblayman. Javoblar marhamat, yana kimda savollar bor? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Referat bilan tanishish jarayonida quyidagi savollar paydo bo'ldi. Birinchisi bittadan aytaymi yo bir chekkadan aytib ketaveray olmasin? Mayli, yozib olsam ham sekin javob beraveraman. Mana siz bir qator ilmiy pedagogik yondashuvlarni tavsiya etyapsiz. Mana shu ilmiy asoslaringizni qaysi nazariyalarga asoslangan, tayangan holda ishlab chiqqansiz? Bu birinchi savol. Ikkinchisi, demak, siz ishlab chiqqan refleksiv malaka modeli, shu bizga tanishtirib o'tdingiz, avvalgi modellardan nimasi bilan farqlanadi? Uchinchi savolim, mana shu tadqiqotingizda yangi komponentlar va indikatorlardan foydalandingiz va bu sizni tadqiqotingizda birinchi marta ishlatildi. Va oxirgi savolim, siz bir qator mana samaradorlik darajalarini ko'rsatib o'tdingiz 3 bosqichda. Mana shu umumiy samaradorlik darajasi necha foiz bo'lgan? Habib aka, savollar uchun rahmat. Birinchi savolimizga javobimiz qaysi nazariyalarga tayangan holatda? Refleksiya mavzusida yurtimizda ko'proq pedagoglarga oid ishlar olib borilgan ekanda, ko'plab xorij tadqiqot ishlarida refleksiyaga doir ishlar ko'pligini kuzatdim. Hamda Donald Shonva hamda David Koltning tajribaviy o'qitish sikli nazariyasiga tayangan holatda, Donald Shonda esa action reflection, demak, refleksiyani faolligi bo'yicha kabi nazariyalarini yaxshi o'rganib turib, ularni bizni talabalarga moslashtirgan holatda, shu nazariyalarga tayangan holatda olib bordik. Bularning tajribasi ko'proq shifokorlarga mosligini men kuzatdim. Ikkinchi savolimiz refleksiv malaka modeli. Refleksiv malaka modelida biz ko'proq tajriba, refleksiya hamda tahlil, uni hamda qayta ishlashlik natijasida samaradorlikka erishish
natijalarini biz kompleks holatda amalga oshirganimiz bilan farqlayapmiz. Oldingi yondashuvlardan farqi qanday degan savolni bergandingiz. Avvalgi yondashuvlarda bitta kompleks holatda yaqqol bir o'zini ko'rish mumkin bo'ladi. Bizda aynan mana shu tajriba, tahlil hamda refleksiyani kompleks holatda bir-biri bilan bog'langan holatda olib borishimiz bilan boshqa yondashuvlardan farqi shunda. Bunda ulardagi kognitiv, metakognitiv, affektiv hamda xulqiy komponentlarning rivojlanishi yuqori bo'ldi bu orqali. Uchinchi savolimiz olib borgan tadqiqotdagi indikatorlar hamda savolingiz shunaqa. Komponentlar. Hozirgi javobimga sal yaqinroq ekan. Asosan shu to'rtta komponentdan foydalandim. Kognitiv hamda metakognitiv, affektiv hamda xulqiy komponentlardan foydalandik. Kognitiv bilim olishga yo'naltirilgan komponent bo'ladigan bo'lsa, metakognitiv uni yanada yuqoriroq, chuqurroq tahlil qilgan holatda chuqurroq o'rganishga tayangan komponent hisoblanadi. Affektivda esa hissiy holatlarini anglagan holatda o'zini boshqarishga harakat qiladi. Xulqiy komponentda uni tajriba, amaliyot jarayonlarida uni tajriba sinovdan o'tkazadi. Endi umumiy samaradorlik natijasini oxirgi savolingiz necha foizda dedingiz? Bunda umumiy samaradorlik natijasi bizda 21% ni ko'rsatdi. Bu bizni tajriba tadqiqotimizni samarali yakunlanganidan Shuni avtorishratga qo'shish kerak. yozib olaman. Hop, yana kimda savollar bor? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Endi ikkita savol paydo bo'ldi. Birinchisi, tatbiq qilgan modelingizni oddiy amaliy mashg'ulotlardan farqlovchi asosiy mexanizmlar nima? Ikkinchisi, bo'lajak shifokorlarda refleksiv malakalarni shakllantirishda pedagogik va psixologik yondashuvlarni integratsiyalash zaruriyatiga qanday ilmiy omillar bilan izoh? Ilmiy omillar bilan Izoh. Xo'p, tadqiq qilgan modelimizdagi boshqa amaliy mashg'ulotlardan farqi, boshqa amaliy mashg'ulotlarda ko'proq biror bir vazifani beriladi, uni bajarishga, o'sha vaqtda bajarishga tayangan holatda bo'ladi. Bizda modelimizda esa bu refleksiv sikl doimiy aylanadigan, shakllanadigan komponent hisobi bilan ushbu modelimiz farqlanadi. Bunda faoliyat, demak doimiy faoliyatini tahlil qilgan holatda refleksiya qiladi hamda uni qayta quradi. Bu boshqa bizni yondashuvlardan asosiy farqimiz hisoblanadi. Shu jihat uni oddiy mashg'ulotdan farqlovchi asosiy muhim yondashuv deb hisoblanadi. Metodologik buni qurol deb olsak ham bo'ladi. Bu bizni yutug'imiz. Undan keyingi savolimizda esa pedagogik hamda psixologik yondashuvlarning integratsiyasi nima uchun zarur deyapmiz. Pedagogikada demak talaba o'quv faoliyatini tahlil qilishligi, o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalarni qay darajada o'zlashtirayotganligi amaliy jarayonda kuzatiladigan bo'lsa, psixologiyada esa o'sha shifokorni yoki bemor bilan muloqot jarayonidagi ko'nikmalari, hissiy barqarorligi, o'sha emotsiyalarni boshqarishligini bu biz psixologiya orqali ham integratsion birgalikda olib bordik. Shu orqali bu ikkala pedagogika hamda psixologiyani omillari zarur deb hisoblandi. Kompleks integratsiya qilingan holatda tashkil etildi. Sizning javoblari? Yana kimda savollar bor? Marhamat. Savol shu ilmiy ishingizni boshqa shunga o'xshash ilmiy ishlardan farqi nima? Ya'ni qanday yangilik yaratdingiz? Ikkinchi savol, mana refleksiya metodikasini o'zgarishlarda metodika tavsiya qilyapsiz. Yosh katta tajribali shifokorlarda ham shu metodikani qo'llash mumkinmi?
Chira Usmonovna, savol uchun rahmat. Men olib borgan bu tadqiqot ishimni boshqa ishlardan farqi shundan iboratki, avvalgi tadqiqot ishlarida ko'proq umumiy pedagogik yoki psixologik tushuncha sifatida qaratilgan bo'lsa, men olib borgan bu metodik tadqiqot ishimda klinik simulятsion jarayonlarga ham kirib borganmiz. Biz mualliflik metodikamiz yoki modellarimiz orqali biz amaliyot jarayonlariga ham urg'u berganmiz. Bu dars jarayonlari uchun albatta juda yuqori muvaffaqiyatli natija hisoblanadi. Ikkinchi savolimizda esa yosh shifokorlar uchunmi yoki tajribali shifokorlar deganda bu refleksiya o'zi asli har bitta inson uchun juda ham muhim hisoblanadi. Chunki har bir inson o'z faoliyatini tahlil qilib borishligi, u bo'yicha o'zini doimiy kamchiliklarini aniqlab, xatosini tuzatishga qaror qilishligi bu yaxshi natija. Yosh shifokorlar uchun kelajakda xatolardan saboq chiqarish vositasi hisoblanishi mumkin. Yoki tajribali shifokorlarda esa professional faoliyatini takomillashtirgan holatda atrofdagi stereotiplardan to'g'ri xulosaga kelishga olib keladi. Chunki atrofdagilarni fikr mulohazasi ham nihoyatda yuqori ahamiyatli hisoblanadi. Marhamat, onlayn ishtirokchilarimizda savollar bormi? Yetarli degan taklif tushyapti. Rahmat, o'tiring. Xo'p, hurmatli kengash a'zolari, so'z mazkur dissertatsiya ishi bo'yicha ilmiy rahbar, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD dotsent Ahmedova Nigor Dadaxonovnaga beriladi. Marhamat, Nigor Dadaxonova. Assalomu alaykum. Hurmatli ilmiy kengash raisi, ilmiy kengash a'zolari va taqdimot ishtirokchilari. Ilmiy rahbar sifatida bugun muhokamaga taqdim etilayotgan dissertatsiya ishining ilmiy mohiyati, metodologik puxtaligi va amaliy ahamiyatiga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Nutqimni umumiy maqtov bilan emas, balki ishning aniq ilmiy natijalari tahlili bilan ko'rsatib bermoqchi. Hozirgi zamonaviy tibbiy ta'limning markaziy muammosi bo'lajak shifokorni bilim ko'nikma egasi sifatida, faqatgina sifatida emas, balki o'z faoliyatini tanqidiy tahlil qila oladigan, xatoni tan oladigan, undan saboq chiqaradigan mutaxassis sifatida tayyorlash. Sizlar bilan biz bilamiz, absolyut bilim bo'lmaydi. Chunki bilim doimo rivojlanishi kerak. Zamon rivojlanganda ma'lumot o'zgaradi va bilim rivojlanishga majbur bo'ladi. Shu yo'nalishda bizga refleksiv malakalarimiz har doim yordam beradigan qurol bo'ladi. Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada va Singapur ta'lim standartlarida refleksiv kompetensiya shifokor yetukligining mezoni sifatida qaraladi. Demak, refleksiya bu qo'shimcha ko'nikma emas, balki bemorni xavfsizligini ta'minlab beruvchi pedagogik mexanizm deb hisoblaymiz. Dissertatsiyaning ilmiy qiymati aynan shu yerda ko'rinadi. Tahlillarga qaraganda refleksiya, pedagogika, psixologiya, shaxs, narrativ tibbiyot yo'nalishida, shaxs psixologiyasi yo'nalishida yaxshi o'rganib chiqilgan, ko'p ishlar bajarilgan. Ammo bo'lajak shifokorda tibbiy ta'lim sharoitida tizimli va o'lchanadigan tarzda rivojlantirish metodikasi ishlab chiqilmagan. Mana shu bo'shliqni tadqiqotchi o'z oldiga qo'ygan asosiy ilmiy muammo deb qo'ydi. Izlanuvchi ish jarayonida mustaqil ilmiy fikrlash qobiliyatini namoyon. U xorijiy va mahalliy manbalarni shunchaki sanab o'tmadi, balki ularni qiyosiy tahlil qildi, refleksiya tushunchalarini turli talqinlarni bir tizimga keltirdi va tibbiy ta'lim kontekstiga moslashtirdi. Tadqiqotning eng kuchli jihati nazariy tahlilning empirik natijalar bilan izchil bog'langanligidir. Har bir nazariy da'vo tajriba sinov ma'lumotlari bilan asoslanadi. Ilmiy yangilikni biz aytib o'tdik. Bular refleksiv malakani kognitiv, metakognitiv, affektiv, xulqiy komponentlari, pedagogika, psixologiya, klinika integratsiyasi va model, adaptiv model va deskriptiv, interpretativ, kritik darajalari va metodologik
puxtalik ham empirik natijalar bilan tasdiqlandi. Va amaliy ahamiyati joriy etilish hujjatlarida o'z tasdiqini topdi. Umumlashtirib aytadigan bo'lsam, mazkur dissertatsiya aniq ilmiy muammoni hal etgan, metodologik jihatdan puxta asoslangan va amaliyotda tasdiqlangan tadqiqotdir. Uning asosiy yutug'i refleksiyani mafhum tushunchadan o'lchanadigan, bosqichli va boshqariladigan pedagogik jarayonga aylantirdi hamda buni tibbiy ta'lim sharoitida empirik isbotladi. Tadqiqotchi kelajakda ushbu metodikasini katta tanlanma va uzoq muddatli kuzatuvlarda davom ettirsa, ishning ilmiy ta'siri yanada kengayadi deb hisoblayman. Tadqiqotchining ilmiy izlanishiga mas'uliyat bilan yondashganligi, mustaqil fikrlay olishi va nazariy tahlilni amaliy natija bilan uyg'unlashtira olganligini alohida e'tiborga olishingizni so'rayman. Shu bois Toshmatova Mohizatxon Inomiddin qizining dissertatsiya ishini yuqori baholayman va uni to'liq ishonch bilan tavsiya etaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Dissertatsiya tashkilotning xulosasi va avtoritetga kelib tushgan hujjatlarni e'lon qilish uchun so'z ilmiy kotibga beriladi. Marhamat. Hurmatli ilmiy kengash raisi va a'zolari, tadbirkorlar, dissertatsiya bajarilgan tashkilot bo'yicha va ilmiy seminar xulosalari, yetakchi tashkilot xulosalari to'xtalib o'tsam, dissertatsiya Andijon davlat tibbiyot institutida bajarilgan, dissertatsiya bajarilgan muassasaning xulosasi Andijon davlat tibbiyot instituti xorijiy tillar, o'zbek tili va adabiyoti tillar kafedrasi 2025-yilni 4-sentyabr 1-sonli majlisi bayonnomasi o'z ifodasini topgan. Shuningdek, dissertatsiya bajarilgan muassasaning kafedralararo ilmiy seminarining xulosasi 25-yil 5-dekabr 11-sonli bayonnomasi o'z ifodasini topgan. Ushbu xulosada Toshmatova Mohizatxon Inomiddin qizining bo'lajak shifokor refleksiv malakalarni rivojlantirishni metodik asoslarini takomillashtirish mavzusida yozilgan dissertatsiyasi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya qo'yitilgan Fanlar akademiyasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyaga talablariga javob beradi. Ilmiy seminarning xulosasi xuddi shuningdek Andijon davlat tibbiyot instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi kengash qoshidagi bir martalik ilmiy seminari 26-aprildagi 1-sonli majlisi bayonnomasi o'z ifodasini topgan. Ushbu xulosa ham ijobiy. Fan doktori, falsafa fanlari doktor ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengashini xuddi shunday 26-yil 16-aprildagi 1-sonli majlis qaroriga asosan ushbu dissertatsiyani Samarqand davlat tibbiyot universiteti yetakchi tashkilot qilib belgilangan va yetakchi tashkilot sifatida Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2026-yil 24-iyundagi 12-sonli majlis bayonnomasi o'z ifodasini topgan va dissertatsiya bu ishi bo'yicha ijobiy xulosa berilgan. Shuningdek, ilmiy kengashga dissertatsiya va dissertatsiya avtoreferati bo'yicha tahrizlar kelib tushgan bo'lib, O'zbekistonning yetakchi oliy ta'lim muassasalaridan 11 ta, hamdo'stlik davlatlaridan 2 ta va Yevropadan 1 ta ijobiy tahrizlar olingan. Yevropadan professor Jochen Mayer, ya'ni Bremen Germaniyadan, hamdo'stlik davlatlaridan O'sh davlat universiteti Qirg'iziston professor Amiraliyev, Qozon davlat federal universitetidan psixologiya va ta'lim instituti Rossiyadan dotsent Bichurina, O'zbekistonda olingan tahrizlar yetakchi pedagogika yo'nalishidagi tashkilotlar bo'lib, qisman professor Ibragimova, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, pedagogika fanlari doktori, professor Said Rahimov, Qo'qon universiteti professori, dotsent Abdusamiyev, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, Turon internatsional universiteti, dotsent Sulaymonova, Namangan davlat pedagogika instituti, dotsent Obidova, Farg'ona davlat texnika universiteti, shuningdek va boshqa
shunday yetakchi mutaxassislardan pedagogika sohasi bo'yicha ijobiy taqrizlar olingan. Rahmat. Ilmiy kasbga savollar bormi? Tushunarli. Xo'p, hurmatli kengash a'zolari, agar e'tirozlar yo'q bo'lsa, dissertatsiyani ilmiy ishini muhokama qilishga o'tamiz. So'z birinchi rasmiy opponent, pedagogika fanlari doktori professor Isroilova Dildora Muxtarovnaga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Ilmiy rahbari va dissertantni ushbu darajaga yetib kelganliklari bilan chin dildan tabriklagan holda ruxsatinglar bilan o'z rasmiy opponent taqrizimni o'qib eshittirsam. Toshmatova Mohizatxon Inomiddin qizining bo'lajak shifokorlar refleksiv malakalarni rivojlantirishning metodik asoslarini takomillashtirish, pedagogika, psixologiya fani misolida 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasiga rasmiy opponent taqrizi. Bizga ma'lumki, bugungi kunda globallashuv jarayonlari, tibbiyot fanlari va sog'liqni saqlash doirasida olib borilayotgan ishlar va ta'lim texnologiyalarining jadal rivojlanishi tibbiy ta'lim tizimida zamonaviy, yangi sifat talablari ustuvor vazifa sifatida qo'yilmoqda. Zamonaviy xalqaro toifadagi shifokorlar faoliyati nafaqat yuqori darajadagi klinik bilim va amaliyot ko'nikmalari, balki tanqidiy tafakkur, refleksiv tahlil, mas'uliyatli qaror qabul qilish hamda o'z kasbiy faoliyatini uslubsiz rivojlantirib borish qobiliyatini ham bilishni va o'rganishni talab qiladi. Ayniqsa, tibbiy xatolar, bemor xavfsizligi va klinik qarorlarning oqibatlari bilan bog'liq muammolar ushbu masalaning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Xalqaro tibbiy ta'lim amaliyotida shifokorlarni tayyorlash jarayonida refleksiv amaliyot, ya'ni xatolarni aniqlash, ularni tahlil qilish va oldini olishga qaratilgan tizimli yondashuvlar ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bunga misol qilib ko'plab rivojlangan mamlakatlarni olishimiz mumkin. Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada, Avstraliya va Singapur kabi rivojlangan davlatlar tibbiy ta'lim standartlarida refleksiv kompetensiyalar shifokorlarning kasbiy yetukligini belgilovchi muhim mezon sifatida aniqlangan. Ushbu olib borilgan tadqiqotdagi asosiy maqsad tibbiyot yo'nalishi oliy ta'lim tizimi sharoitida bo'lajak shifokorlarning refleksiv malakalarini rivojlantirish jarayonini chuqur tahlil qilish, refleksiv faoliyatni shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik va psixologik omillarni aniqlash hamda ularning o'zaro uyg'unligi asosida refleksiyani rivojlantirishning metodik asoslarini takomillashtirishdan iborat bo'lib, belgilangan maqsad asosida tadqiqotchi o'z oldiga qator vazifalarni olgan va bu vazifalar asosida ko'plab amaliy natijalarga erishgan. Refleksiv malaka tushunchasini pedagogika va psixologiya fanlari integratsiyasi doirasida nazariy hamda amaliy jihatdan yoritish, uning ilmiy talqinlari, tarkibiy kognitiv, metakognitiv, affektiv va xulqiy komponentlik tuzilishi, metodik ko'rsatkichlarini aniqlashtirish va integrativ konseptual modelni asoslashga xizmat qiladigan nazariy mezonlar baholangan. Belgilangan maqsad va vazifalar bilan bog'liq holda tadqiqotning obyekti sifatida tibbiyot yo'nalishi oliy ta'lim tizimida bo'lajak shifokorlarning refleksiv malakalarini shakllantirish amaliyoti bo'lib, unda Andijon davlat tibbiyot instituti, Buxoro davlat tibbiyot instituti, Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutidan jami 326 nafar respondent jalb qilingan. Dissertatsiya kirish, 3 bob, xulosalar va tavsiyalar, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan tashkil topgan bo'lib, ishning umumiy hajmi 130 betni tashkil etadi.
Toshmatova Mohizatxon Inomiddin qizining olib borgan tadqiqotlari natijalari asosida o'zining ushbu dissertatsiyani shakllantirgan va dissertatsiya mazmuni quyidagicha aks etgan. Dissertatsiyaning bo'lajak shifokorlar refleksiv malakalarni rivojlantirishning nazariy asoslari deb nomlangan birinchi bobida davolash ishi yo'nalishi bo'yicha davlat ta'lim standartlari va malaka talablari, bo'lajak shifokorlarning kasbiy kompetensiyasi, tarkibiy qismlari, refleksiv kompetensiya, kasbiy faoliyatni tahlil qilish va baholash, xato va kamchiliklarni aniqlab, ulardan to'g'ri xulosa chiqarish, o'z bilim va ko'nikmalarini doimiy rivojlantirish, mustaqil o'z-o'zini takomillashtirish qobiliyati kabi kompetensiyalar alohida o'rganilgan. Pedagogika psixologiya fan dasturining maqsad, vazifalari tahlilga tortilgan va ushbu yo'nalishdagi ta'lim jarayonida nafaqat nazariy bilim, malaka, balki kasbiy refleksiya, o'z faoliyatini tahlil qilish, shaxsiy o'sish, ehtiyoj kabi jihatlar ham muhim o'rin egallagan va tadqiq etilgan. Dissertatsiyaning ikkinchi bobi pedagogik va psixologik integratsiya asosida bo'lajak shifokorlarda refleksiv malakalarni rivojlantirish metodikasi deb nomlanib, unda bo'lajak shifokorlarning refleksiv malakalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik yondashuvlar tizimli tahlil qilingan hamda ularning pedagogik va psixologik asoslari yoritilgan. Tadqiqotning ushbu qismida bo'lajak shifokorlarning refleksiv malakalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan va ishlab chiqilgan yangi metodikaning asosiy xususiyatlari, qo'llanilish usullari bayon qilingan. Metodik tizim bo'lajak shifokorlarda refleksiv malakalarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bosqichma-bosqich rivojlanadigan murakkab psixopedagogik jarayon bo'lib hisoblangani va u aynan qaysi aspektlarni qamrab olgani aniq asoslab berilgan. Muallifning metodik tuzilmasi 4 ta asosiy komponentdan iborat bo'lib, ularni amalga oshirish amaliyotga yo'naltirilgan metodlar bloki orqali tizimli bayon etilgan. Mazkur integratsiya natijasida bo'lajak shifokorlarda o'z-o'zini tahlil qilish, xatolarni anglash va ongli qaror qabul qilish kompetensiyalari shakllanishi ta'kidlangan. Dissertatsiyaning bo'lajak shifokorlarning refleksiv malakalarini rivojlantirishning eksperimental tadqiqi deb nomlangan 3-bobida bo'lajak shifokorlarda refleksiv malakalarni rivojlantirishga qaratilgan mualliflik metodining samaradorligi tajriba sinov orqali baholangan. Tadqiqot 2022, 23, 23, 24, 25 o'quv yillarida Andijon, Farg'ona va Buxoro viloyatlarida amalga oshirilganligi va tadqiqot jarayoniga davolash yo'nalishi 2-kurs talabalari jalb qilinganligi alohida ta'kidlangan. Olingan natijalar shuni ko'rsatganki, barcha hududlarda refleksiv tahliliy va metakognitiv ko'rsatkichlarga nisbatan yuqori kasbiy o'zlikni anglash esa pastroq darajada shakllangan. Kuzatuv natijalari esa tajriba jarayonida talabalarning faol ishtiroki sezilarli o'rgangani, ayniqsa savol berish, empatiya va refleksiv fikrlash elementlarida ijobiy dinamika mavjudligi ko'rsatib o'tilgan va qayd etilgan. Toshmatova Mohizatxon Inomiddin qizi tadqiqot natijalari sifatida quyidagi eng muhim yangiliklarni qayd etgan. Ya'ni Shonning refleksiv amaliyot kompetensiyasi va Kolbning tajribaviy o'qitish shakli va metakognitiv monitoring yondashuvlari integratsiyasi asosida refleksiv malakaning kognitiv, metakognitiv, affektiv va xulqiy komponentlari, ularning aniq indikatorlari tizimlashtirilgan. Tadqiqotning qator amaliy natijalari ham alohida e'tiborga molik. Masalan, ulardan bittasi refleksiv kundalik, portfolio, simulyatsion mashg'ulotlar va mentorlikni uyg'unlashtirgan mualliflik metodikasi ta'lim amaliyotiga joriy etilgani alohida e'tiborga molikdir. Ushbu metodikaning bosqichlari, amalga oshirish algoritmi, refleksiv topshiriqlar tizimi, baholash rubrikalari
shuningdek pre-post o'lchov vositalari, portfolio asosida baholash va mentorlik qayta aloqasi mexanizmlarini qamrab olgan kompleks metodik ta'minoti ishlab chiqilganligi tahsinga sazovordir. Toshmatova Mohizatxon Inomiddin qizi tomonidan bo'lajak shifokorlarning refleksiv malakalarini rivojlantirishning metodik asoslarini takomillashtirish mavzusida olib borilgan tadqiqotlar ta'lim tizimida endi kirib kelayotgan yondashuvlarning qo'llanilishi bilan bog'liq bo'lgan zamonaviy tadqiqot ishlaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, o'qitish metodikasi yo'nalishidagi yangi ishlardan biri ekanligini qayd etish mumkin. Garchi tadqiqot ishi yuqori saviyada bajarilgan bo'lsa-da, ayrim kamchiliklarni ham qayd etib o'tish joiz deb bilamiz. Birinchisi, dissertatsiyada tadqiqot maqsadi mavzu mazmunini to'liq aks ettirmaydi. Xususan, mavzuda bo'lajak shifokorlar refleksiv malakalarini rivojlantirishning metodik asoslarini takomillashtirish masalasi ilgari surilgan bo'lsa, maqsadda asosan refleksiv faoliyatni shakllantirishga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish va aniqlashga urg'u berilgan. Natijada tadqiqot mavzusi bilan maqsad o'rtasida mantiqiy uyg'unlik yetarli darajada ta'minlanmagan. Mazkur holat tadqiqotning metodologik apparatini yanada aniqlashtirish zaruratini ko'rsatadi. Ikkinchi, tadqiqot predmeti dissertatsiya mavzusining mazmunini to'liq aks ettirmaydi. Xususan, predmet sifatida faqat o'qitish texnologiyasi, metodik tizimi ko'rsatilgan bo'lib, refleksiv malakalarni rivojlantirishning metodik asoslarini tashkil etuvchi mazmun, metod, shakl, vositalar hamda pedagogik psixologik shart-sharoitlar yetarli darajada qamrab olinmagan. Natijada predmetning ilmiy metodologik chegaralari aniqlashtirilishi maqsadga muvofiq bo'lar edi. Uchinchisi, dissertatsiyaning amaliy natijalari bayonida mualliflik metodikasining joriy etilishi natijasida olingan statistik ko'rsatkichlar keltirilgan. Mazkur ma'lumotlar ko'proq tajriba sinov ishlari samaradorligini tavsiflovchi empirik natijalar va tadqiqot xulosalari mazmuniga mos keladi. Amaliy natijalar qismida esa ishlab chiqilgan metod, metodik ta'minot hamda ularning amaliyotga tatbiq etish natijalari, yaratilgan mahsulot va tavsiflarning alohida ajratib ko'rsatilishi maqsadga muvofiq bo'lar edi. To'rtinchi, dissertatsiya matnida tadqiqot natijasini ifodalovchi terminlardan foydalanishga muayyan izchillik yetishmaydi. Jumladan, ayrim o'rinlarda mualliflik metodikasi, boshqa jarayonlarda metodik tizim, yana bir holatda metodik mexanizm, texnologiya hamda metod tushunchalari qo'llanilgan. Mazkur kategoriyalarning ilmiy pedagogik mazmuni va o'zaro farqlari yetarli darajada aniqlashtirilmaganligi sababli tadqiqotning asosiy ilmiy mahsuloti aynan qaysi shaklda taqdim etilganligi to'liq ravshanlanmay qolgan, ya'ni ochiqlanmagan. Kelgusida terminologik apparatning yagona konseptual asosda bayon etilishi tadqiqotning ilmiy metodologik yaxlitligini yanada kuchaytirgan bo'lar edi. Beshinchi, dissertatsiya matnining ayrim o'rinlarida bo'lajak shifokorlarda refleksiv malakalar shakllantirilgani haqida xulosalar berilgan. Biroq tadqiqot obyekti oliy ta'lim muassasalari talabalari bo'lganligi sababli ularda refleksiv faoliyat elementlari ma'lum darajada avval mavjud deb qaraladi. Shu nuqtai nazardan shakllantirish tushunchasi o'rniga rivojlantirish yoki takomillashtirish kabi terminlardan foydalanish tadqiqotning konseptual mazmunini hamda mazmun nomida ko'proq mos kelgan bo'lar edi. Ushbu taklif va kamchiliklar dissertatsiya ishiga berilgan baho qiymatini pasaytirmaydi. Olib borilgan tadqiqot tugallangan va hajmi olingan natijalar hamda e'lon qilingan maqolalarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan dissertatsiyalar
bo'yicha belgilangan talablarga javob beradi. Ish muallifi Toshmaxitova Muhozatxon Inomiddin qizi esa 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga layoqatli deb hisoblayman. E'tiboringlar uchun rahmat. Rahmat. Dora Muxtarovna dissertatsiya uchun berilgan ijobiy tahlilingiz uchun so'z dissertantga beriladi. Marhamat. Hurmatli rais, kengash a'zolari, muhtarama Royilova Dildora Muxtarovna, avvalo dissertatsiya ishimizni bilan batafsil tanishib, uning mazmunini chuqur tahlil qilib, hamda bildirilgan qimmatli fikr mulohazalaringiz uchun sizga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Ruxsatingiz bilan taqrizda berilgan fikr mulohazalarga quyidagicha javobimni bersam. Birinchi mulohaza bo'yicha tadqiqotning asosiy maqsadi bo'lajak shifokorlar refleksiv malakalarini rivojlantirishning metodik asoslarini takomillashtirishdan iborat bo'lib, ushbu maqsadga erishishda refleksiv faoliyatga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash metodologik zarurat sifatida qaraldi. Shu sababli tadqiqot maqsadi bilan mavzu o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlik mavjud deb hisoblayman. Ikkinchi mulohaza bo'yicha tadqiqot predmetida qo'llangan o'qitish texnologiyasi, metodik tizimi, tushunchasi, mazmun, metodlar, shakllar, vositalar va pedagogik psixologik shart-sharoitlarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga predmet chegaralarini yanada aniqlashtirish bo'yicha bergan tavsiyasi o'rinli deb hisoblayman. Rahmat. Statistik ko'rsatkichlar. Uchinchi mulohazaga javobimni bersam, statistik ko'rsatkichlar mualliflik metodikasining samaradorligini asoslash maqsadida keltirilgan. Biroq amaliy natijalarda yaratilgan metodik mahsulotlarni yanada ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiq bo'lur edi. Ushbu tavsiya inobatga olinadi. To'rtinchi mulohaza bo'yicha tadqiqotda turli ilmiy manbalarga tayangan holda bir nechta tushunchalar qo'llangan asosiy ilmiy mahsulot sifatida mualliflik metodikasi va uni amalga oshiruvchi metodik tizim nazarda tutilgan edi. Kelgusida terminlarning yagona konseptual asosda ifodalanishiga alohida e'tibor qaratiladi. Beshinchi mulohaza bo'yicha tadqiqotning asosiy g'oyasi refleksiv malakalarni shakllantirish emas, balki uni rivojlantirish va takomillashtirishdan iborat. Shu sababli kelgusida rivojlantirish va takomillashtirish terminlaridan izchil foydalanishni o'z oldimga maqsad qildim. Taqrizda keltirilgan e'tiroz yoki mulohazalar tadqiqotimiz ilmiy saviyasini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi deb hisoblayman. Sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Dildora Muxtarovna, izlanuvchi javoblardan qoniqdingizmi? Qoniqarli, rahmat. Sizga rahmat, katta sog' bo'ling. So'z ikkinchi rasmiy opponent psixologiya fanlari doktori professor Halimova Mashraboy Vahidovnaga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais va kengash a'zolari va ota-onalar o'tiribdi. Bu juda katta nima dedi? Qizimizning mas'uliyati. Andijon davlat tibbiyot instituti tadqiqotchisi Toshmaxitova Muhozatxon Inomiddin qizining 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi metodika asosligi bo'yicha qilingan bo'lajak shifokorlar refleksiv malakalarini rivojlantirish metodik asoslarini takomillashtirish pedagogika va psixologiya fani misolida mavzusidagi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasi uchun yozilgan dissertatsiyaga taqrizni quyidagicha izohlayman. Ya'ni mendan oldingi dissertant o'sha opponenti juda kerakli gaplarni gapirib o'tdi. Men qayta yana takrorlab o'tirmoqchi emasman. Kerakli bo'lgan fikrlarni aytib o'tmoqchiman. Tadqiqot mavzusi O'zbekiston Respublikasida tibbiy ta'limni isloh qilish, kadrlar tayyorlash sifatini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish hamda uzluksiz professional rivojlanish tizimini joriy etishga qaratilgan davlat dasturlari va normativ huquqiy hujjatlarda belgilangan ustuvor vazifalar bilan bevosita uyg'undir. Dissertant tomonidan refleksiv malakaning pedagogik, psixologik va klinik komponentlari kesimida integrativ hodis sifatida talqin etilgani ishning nazariy yangiligini belgilaydi. Ayniqsa refleksiv yondashuvning klinik tafakkur, empatik muloqot va kasbiy mas'uliyat bilan o'zaro aloqadorlikda yoritilgan dissertatsiyaning amaliy qiymatini sezilarli darajada oshirganini ko'rsatadi. Va o'sha qayd etilgan yangiliklarimizni aytib o'tdi. Men oldingi opponent
yangiliklar bo'yicha pedagogika fanining tibbiy ta'lim metodika yo'nalishiga sezilarli nazariy va metodik hissa qo'shgan deb bilaman dissertantda. Va tadqiqotda qo'llanilgan metodologik apparat zamonaviy ilmiy talablar asosida tanlangan bo'lib, muallif nazariy qiyosiy tahlil, pedagogik kuzatish, so'rovnoma, mezonga asoslangan diagnostika, eksperimental sinov ishlari hamda matematik statistik tahlil usullaridan maqsadga muvofiq va o'zaro to'ldiruvchi tarzda foydalangan. Tanlangan usullar tadqiqot maqsadi va vazifalariga mos bo'lib, olingan xulosalarning asoslanganligini ta'minlaydi. Tadqiqot natijalarini nazariy amaliy ahamiyati juda muhim ahamiyat kasb etadi va olingan natijalarni bakalavriat, magistratura, klinik ordinatura hamda tibbiy xodimlarni malakasini oshirish kurslarida amaliyotga joriy etish mumkin. Yutuqlar endi o'zimizniki, endi kamchiliklarga o'tmoqchiman. Bunda albatta dissertantda o'sha tadqiqot ishi yuqori ilmiy saviyada yozilgan bo'lsa-da, lekin chuqurlashtiruvchi quyidagi takliflarni aytmoqchiman. Birinchi, ishlab chiqilgan metodologik modelning samaradorligini ko'rsatib berilgan, ammo modelning turli klinik kafedralar, jarrohlik terapiya, pediatriya, psixiatriya kesimida differensial qo'llanish mexanizmlari alohida ochib berilmagan. Bu metodikaning transfer imkoniyatlarini yanada kengroq namoyish etishga xizmat qilgan bo'lar edi. Balki bu keyingi ishlaringizda amalga oshirib qolar. Lekin bu ham kerak. Doktorlik ishingizda shu narsani hisobga olsangiz, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Refleksiv kundalik va portfolio texnologiyalarini qo'llanishi ijobiy baholangan, biroq ulardagi yozuvlarni kontent tahlil qilish mezonlari va kodlash indikatorlari yanada aniqroq ifodalansa, sifat tahlilining ilmiy ishonchliligi oshgan bo'lar edi. Mentorlik feedback, ya'ni muhim metodik vosita sifatida keltirilgan bo'lib, biroq feedbackning strukturasi va uning talaba refleksiyasiga ta'sir dinamikasi alohida model ko'rinishida taqdim etilsa, metodikaning amaliy qiymati yanada kuchaygan bo'lar edi. Ta'kidlash joizki, mana endi ish ko'radigan bo'lsa, ish nihoyatda chiroyli qilib yozilgan. Samaradorlik bo'yicha hozir gapirib o'tib, oldin gapini aytam. Samaradorlikda oxirida nima qilib qo'yilganda jamlik, lekin bu dissertatsiya ishida bor edi. Negadir hozir avtoreferatsiya ko'rinmabdi. Bu ish bor edi. Ta'kidlash joizki, yuqoridagi tavsiyalar ishning umumiy ilmiy saviyasi salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Dissertatsiyaning asosiy ilmiy natijalari xulosalarni ishonchliligiga shubha ostiga olinmaydi. Aksincha, ular dissertatsiya ish natijalarini keyingi amaliy joriy etilishi va tadqiqotlar uchun metodologik rivojlanish nuqtalari sifatida xizmat qiladi deb bilaman. Yuqoridan kelib chiqib, Toshmatov Muhofazaxon Inomiddin bo'lajak shifokorlar refleksiv malakalarini rivojlantirishning metodik asoslarini takomillashtirish, pedagogika psixologiya fani misolida mavzusidagi dissertatsiyasi tugallangan ilmiy tadqiqot ishi bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining ilmiy darajalar berish tartibi to'g'risidagi amaldagi nizom talablariga hamda 13.00 ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi so'zligi mezonlariga to'liq javob beradi. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy darajasini olishga munosib deb baholayman. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Taqdiringiz uchun marhamat, so'z dissertantga beriladi. Avvalo Mashhurboy Vahidovna dissertatsiya ishingiz batafsil tanishib, uni mazmunini chuqur tahlil qilganingiz hamda bildirilgan qimmatli fikr mulohazalaringiz uchun minnatdorchiligimni bildiraman. Ruxsatingiz bilan taqdimotlarda bildirilgan mulohazalar yuzasidan quyidagi fikrlarimni aytsam. Birinchi mulohaza bo'yicha tadqiqotda ishlab chiqilgan metodologik model bo'lajak shifokorlarning malakalarini rivojlantirishning umumiy metodik asoslarini ishlab chiqishga qaratilgan bo'lib, uning asosiy komponentlari turli klinik kafedralarda qo'llash imkoniyatiga ega. Mazkur tavsiya keyingi ilmiy ishlarimizda albatta olib boriladi, inobatga olinadi. Rahmat tavsiya uchun. Ikkinchi fikrimiz bo'yicha refleksivlik va portfolio materiallarini tahlil qilishda oldindan ishlab chiqilgan mezonlar va indikatorlardan foydalanildi. Ularni yanada batafsil tavsiflanishi sifat tahlilini boyitishi mumkin. Biroq bu holat tadqiqotning ishonchliligi va olingan natijalarning haqqoniyligiga ta'sir ko'rsatmaydi. Uchinchi mulohaza bo'yicha fikrimiz mentorlik feedbackining tuzilishi va uning ta'sir dinamikasini alohida model ko'rinishida taqdim etish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Biroq dissertatsiya doirasida mentorlik feedbacki refleksiv malakalarni rivojlantirishning metodik vositalaridan biri sifatida ko'rib chiqildi va tadqiqot maqsadiga xizmat qildi.
E'tibor uchun rahmat. Rahmat sizga alohida. Tashabbur vakili hurmatli kengash a'zolari, rasmiy opponentlar so'zga chiqishdi. Endi bahsga o'tsak, kim norasmiy opponent sifatida so'zga chiqishni xohlaydi? Marhamat. Mayli. Bugungi tadqiqotchimizni hamda ilmiy rahbarini muvaffaqiyatli natija bilan tabriklayman. Haqiqatda yurtimizda keyingi yillarda muhtaramlik boshimiz tomonidan, hukumatimiz tomonidan insonlarni sog'ligini mustahkamlash, xavfsizligini ta'minlash borasida juda katta islohotlar olib borilyapti. Buni biz har qadamda ko'rib turibmiz. Avvalgi islohotlardan farqli ravishda mana shu bo'layotgan e'tiborni sababi nimada? Mana hammamiz bilamiz, zamonamiz shiddatli rivojlanyapti. Raqamli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar hal qiluvchi voqealarga aylanib qolyapti. Mana shu искусственный intellekt, ya'ni sun'iy intellektni rivojlanishi ham qaysidir bir darajada shifokorlarni kompetentligini oshirishga qandaydir talab qo'yyapti. Chunki ana shu ko'p guvoh bo'ldim. Har bir inson tahlillarini qo'yib, искусственный intellekt bilan bevosita muloqot qilib, to'g'ri yo'nalishlarga olyapti. Lekin men o'ylaymanki, baribir искусственный intellekt o'z o'rnida qandaydir xatolarga yo'l qo'yadida, insonlarning sog'ligini mustahkamlashni o'rniga balki uni noto'g'ri tomonga rivojlanishiga olib ketib qolishi mumkin. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda haqiqatda juda ham stress kuchli. Hozirgi kunda ko'rib turibmiz, nafaqat kattalarda, balki bolalarda ham mana shu stressni kunga rivojlanayotganligida, ya'ni mana shu psixologik munosabatni kuchayayotganligini. Biz avval o'ylardik, bizni o'zbekimizga, o'zbek xalqiga psixologlar uncha kerak emas, chunki bizni do'stlarimiz bor, yor birodarlarimiz bor, bir-biri bilan gaplashadi, qo'shni bor gaplashadi. Bu g'arbga oid holat deb hisoblardik. Chunki ular gaplashmaydi bir-biri bilan. Inson shunaqa xilqatki, albatta u o'zida ichidagi kechinmalarini to'kib solish kerak. Ayniqsa mana shu kasal bo'lganda hozir mana indikatorlar kuchayib ketgan. Baxtlilik indikatori, baxtli oila indikatori, baxtli mamlakat indikatori deb kasal odam o'zini shularni o'qiydi-da, men baxtsiz odam ekanman degan narsaga olib keladi va birinchi uni g'azabini qabul qiladigan inson bu shifokor bo'ladi. Xuddi shifokor uni kasal qilib qo'ygandek, noto'g'ri nima qilayotgandek tashlashga harakat qiladi. Ana shu jihatdan olib qaraganda Mohizatxonni bu nimasi, mavzusi hamda olib borgan tajriba ishlari juda ham dolzarb masala deb hisoblayman. Chunki haqiqatda bu dunyoda inson uchun eng qadrli bu hayot. Hamma narsa shu hayotlar atrofida rivojlanaveradi. Mana shu insonni tug'ilgandan boshlab oxirgi manziligacha bu biz tabiiy huquqlarimiz, tug'ilishdan o'lish, baxtli yashashga hammani haqqi bor, sog'lom yashashga haqqi bor. Shu nuqtai nazardan shifokorni so'zi ham, bitta kulgisi ham, bitta ulыбка даже haligi insonga motivatsiya beradi-da. Shuning uchun shu nuqtai nazardan men o'ylaymanki, agar bu tajriba sinov ishlarini amaliyotga keng joriy etilsa, bu bizni jamiyatimiz uchun foydadan xoli emas. Shu jihatlarni olib qaraganda mana ko'rsatilgan ba'zi bir nimalarni e'tiborga olgan holda men ijobiy baholayman bu tadqiqot ishini hamda kengash a'zolarini, hurmatli rais ham qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolaman. Rahmat. Rahmat ustoz bergan fikrlaringiz uchun. Yana bormi so'zga chiquvchilar? Mayli. Marhamat, domla. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, aziz qatnashchilar. Bu dissertatsiya bo'yicha men ham anchadan beri juda qiziqib o'qidim. Asar referatni ham, dissertatsiyani ham to'g'risi va qiziqishim qolishimda ma'nosi shuki, dissertatsiya juda chiroyli yozilgan va kerakli
talab va faoliyat siyosiy komissiyasi talab qiladigan narsalarni hammasini hisobga olgan. Juda nozik yerlarga to'xtalgan. Shundan men o'zimga xulosa qildim va seminarda ham shu narsani aytganman va hozir yana boshqa qo'shimcha fikrlarni hozir qisqa qilib ikki og'iz yozib qo'yganim bor, aytib bermoqchiman. Mahzatxon bo'lajak shifokorlar refleksiv malakalarni rivojlantirish metodik asoslarini takomillashtirish mavzusidagi tadqiqot ishi bugungi oliy tibbiy ta'lim tizimi uchun dolzarb masalaga bag'ishlangan. Chunki zamonaviy tibbiy ta'limda bo'lajak shifokorlarning nazariy bilim va amaliy ko'nikmalari bilan birga o'z faoliyatini tahlil qilish, kasbiy qarorlarni baholash, xatolari ustida ishlash va o'zini rivojlantirish malakalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Mana shu narsalarga qaratilgan dissertatsiya. Tadqiqotda belgilangan maqsad, vazifa, mazmuni izchil bo'lib, ular bo'lajak shifokorlarda refleksiv malakalar rivojlantirishning nazariy, metodik va amaliy asoslarini takomillashtirishga qaratilgan. Ichida refleksiv o'zini baholash, kasbiy vaziyatni tahlil qilish, qaror qabul qilish, shaxsiy kasbiy rivojlanish masalalarini ilmiy jihatdan asosli yoritilgan. Tanlangan metodlar tadqiqot maqsadiga mos ravishda to'g'ri tanlangan. Jumladan, refleksiv kundalik, portfolio, test topshiriqlari, muammoli vaziyat tahlili, simulyatsiya mashg'ulotlar, o'zini baholash va o'zaro baholash kabi metodlar bo'lajak shifokorlarning kasbiy tafakkuri, mustaqil tahlil qilish qobiliyati hamda mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ana endi tadqiqotning yangiligi shundaki, unda bo'lajak shifokorlar refleksiv malakalarni rivojlantirish jarayoni pedagogik, psixologik asosda tizimli tahlil qilingan. Mazkur jarayonni tashkil etishning metodik shart-sharoitlari aniqlangan va amaliyotda qo'llash mumkin bo'lgan samarali yondashuvlar taklif etilgan. Tadqiqot vazifalarida ko'tarilgan masalalar hozirgi kunda tibbiy ta'limda dolzarb bo'lgan kompetensiyaviy yondashuv talabini faol pozitsiyasi, mustaqil fikrlash, kasbiy o'zini anglash va uzluksiz o'zini rivojlantirish kabi yo'nalishlar bilan bevosita bog'liq. Shu jihatdan mana shu tadqiqot ilmiy amaliy ahamiyatga ega deb barcha hozirgi opponentlarni va qo'llab-quvvatlash uchun chiqqan komissiya a'zolarini fikrlarini qo'llagan holda o'ylayman va shunday hisoblayman. Albatta yozilgan dissertatsiya yuqori darajada baholanishini so'rayman. Sababi bu dissertatsiya kelajakdagi bu vrachlarimizga, kasb egalariga juda ham foydalidir. Shuning uchun barcha yig'ilish qatnashchilaridan yuqori baholasini chaqirib qolaman. E'tiborlar uchun rahmat. 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 Yana so'zga chiquvchilar bormi? Yetarliga. Demak, rasmiy, norasmiy opponentlarni so'zlarini eshitdik. Ruxsat bersangiz, men qisqacha yakun yasasam. Bugun taqdim etilgan ilmiy tadqiqot ishi dolzarb ilmiy pedagogik muammoga bag'ishlangan bo'lib, bo'lajak shifokorlarda refleksiv malakalarni rivojlantirishning nazariy asoslari, metodikasi va uning samaradorligini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Tadqiqotda pedagogik va psixologik yondashuvlar integratsiyasi asosida ishlab chiqilgan mualliflik metodikasi tajriba sinov ishlari orqali tasdiqlangan. Tadqiqot natijalari ilmiy yangilikka ega bo'lib, amaliy ahamiyat kasb etadi hamda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari ta'lim jarayoniga joriy etish uchun tavsiya etilishi mumkin. Avtoreferat mazmuni dissertatsiyani maqsadi va vazifalariga to'liq mos keladi. Chiqarilgan xulosalar olingan natijalar bilan asoslangan. Xulosa qilib aytganda, ilmiy tadqiqot ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan qo'yilgan barcha talablarga javob beradi va dissertantimiz Toshmatova Mohizatxon Inomiddin qizini men nafaqat demak bugun mana o'zimiz hammamiz barchamiz guvoh bo'ldik, juda chiroyli doklad qildi, barcha savollarga to'liq javob berdi. Bundan biz bu kishini yetuk mutaxassisligini
yana bir isbotini ko'rdik va bugun demak yuqorida aytib o'tilganlarga asoslanib 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga loyiq deb hisoblayman. Rahmat, hurmatli kengash a'zolari. Yashirin onlayn ovoz berish o'tkazish uchun biz hisob komissiyasi raisini saylashimiz zarur. Takliflar tushdi. Demak, komissiya tarkibi, komissiya raisi etib Hakimov Abdulhakim akani tavsiya etsak va a'zolar Jo'rabekova Habiba Madaminovna va Muminova Go'yoxon Alijanni. Rozi bo'lsanglar, qo'l ko'tarib ovoz berib qo'yishingizni so'rayman. Rahmat. Bir ovozdan tasdiqlandi. Kengash a'zolari onlayn va offlayn ovoz berishga kirishlaringizni so'rayman. Marhamat. Va yashirin ovoz berish uchun tanaffus e'lon qilinadi. Telegram gruppiga kirib ovoz berib qo'yinglar. Ovozini chiqarib, o'zini ko'rsatib, roziligini aytib qo'ysa, osonroq bo'ladi. Ovoz berib qo'ying. O'n bitta qatnashdimi hammasi? 11tadan o'ta 5ta bo'ldi onlayn. 5ta bo'ldi. 11 ta bo'ldi. 5ta maksimum. 100%. 100%. Doğru.
Kengash ishini davom ettirishga ruxsat eting. So'z Hakimov Abdulhakim akaga beriladi. Marhamat. Hisob komissiyasining raisi. Assalomu alaykum hurmatli ilmiy kengash raisi, ilmiy kengash a'zolari. Ushbu hozir ilmiy kengashimiz hisob komissiyasi raisi sifatida quyidagilarni bayon etishga ruxsat bersangiz. 2026-yil 30-yil Andijon shahri. Tanlangan Onlayn ishtirokchilar iltimos kameralarni 5 minutga yoqib qo'yinglar. Bu yoqqa o'tinglar, ro'paraga turmang. Chunki hozir ochiq ovoz bilan biz tasdiqlab qo'yishimiz kerak bo'lardi. Marhamat. Domla. ruxsatingiz bilan hurmatli rais, hisob komissiyasi bayonnomasini yoki hisob komissiyasini natijasini o'qib eshitishga ruxsat bersangiz. Saylangan komissiyaning tarkibi Hakimov Abdulhakim, Jo'rayeva Habibaxon и Jo'yaxon Muminova. Komissiya Toshmatova Muhizatxon Inomiddin qizining pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga qo'ygan dissertatsiyasi yuzasidan yashirin berilgan ovozni sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash tarkibi 11 kishidan iborat etib tayinlangan. Ilmiy kengash tarkibini hal qiluvchi ovoz huquqi bilan qo'shimcha ravishda kiritilgan. Majlisda kengash a'zolaridan 11 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 6 nafar fan doktori qatnashdilar. Ovoz berish natijalari: Toshmatova Muhizatxon Inomiddin qiziga pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 11 ta 100%. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Hisob komissiyasi raisi Hakimov, komissiya a'zolari demak Jo'rabekova va Muminova Jo'yaxonlar. Hisob komissiyasining bayonnomasini ochiq ovoz berish bilan tasdiqlashimiz zarur. Mazkur taklif tarafdorlarini ochiq ovoz orqali ovoz berishingizni so'rayman. Marhamat. Hamma demak ovoz berdi, qarshi betaraflar yo'q. Hisob komissiyasining bayonnomasi bir ovozdan tasdiqlanadi. Hurmatli do'stlar, men yakunlovchi so'zni ilmiy izlanuvchiga beraman. Marhamat, Abdurxon Toshmatova. Keyin aka. Bugun meni ilmiy faoliyatimdagi eng muhim, unutilmas kunlardan biri bo'ldi. Avvalo, dissertatsiya ishimizni yuqori baholab, menga bildirilgan ishonch uchun barcha kengash a'zolari, kengash raisi Shahnoza Qodirjonovaga hamda barcha kengash a'zolariga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Qolaversa, biz tadqiqotchilarni qo'llab-quvvatlab kelayotgan rektorimiz Madazimov Madamin Mo'minovichga, ilmiy ishlar bo'yicha prorektorimiz barcha xodimlarga minnatdorchiligimni bildiraman. Ilmiy kengash raisimizga alohida yana minnatdorchilik bildiraman. Shahnoza Qodirjonova rahmat, Xo'jamberdiyev Mamazoir Ahmedovichga hamda ilmiy kotiblarimiz menga hamisha samimiy yordam berdi. Bularga rahmat. Alohida ehtiromim va tashakkurimni ilmiy rahbarim Ahmedova Nigora Dadaxonimdan sizga bildiraman. Ustozimning qimmatli maslahatlari, ilmiy yo'l yo'riqlari va doimiy qo'llab-quvvatlashlari bilan shu darajaga yetib keldik. Iloyim sog' bo'ling, rahmat ustoz. Shuningdek, bu natijaga erishishda hamisha bizga bosh bo'lgan, qo'llab-quvvatlab turgan, hamisha bizni duogo'yimiz bo'lgan ota-onamga kattakon rahmat. Ularni borligi men uchun eng katta baxt hisoblanadi. Birinchi o'rinda rahmat dadajon, onajon hamda qaynona oyijonimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Turmush o'rtog'im, farzandlarim, yaqinlarim barchasi qo'llab-quvvatladi hamda ularni
ishonchi, sabri bu boradagi katta menga dalda bo'ldi. Bular uchun alohida rahmat bularga. Shuningdek, rasmiy opponentlarimizga, ilmiy tadrischilarimizga, yetakchi tashkilot vakillariga hamda ushbu ishlarni amalga oshirishda ko'mak berayotgan barcha ustozlarimiz hamda hamkasblarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bugungi natijaga erishishimizda bu ishlarni yuksak e'tirof deb hisoblayman, katta mas'uliyat deb bilaman. Bundan keyin ham ilm fan rivoji uchun o'z mehnatlarimni kamarbasta bo'lib tasdiqlashga, yordam berishga, yurtimizni rivoji bo'yicha yosh mutaxassislarni tayyorlash yo'lida sidqidildan o'z mehnatlarimni amalga oshirishga sizlarni oldinglarda va'da beraman, o'z harakatimni qilaman. Rahmat barchalarga. Baholash imtihonlari va xulosa loyihasini tasdiqlashimiz kerak. So'z ilmiy kotibga beriladi. Marhamat. Hurmatli kengash a'zolari, barchaga baholash mezonlari va xulosa loyihasi tarqatilgan. Xulosa va mezonlar bo'yicha qanday fikrlar bor? Tadbirchilar shu asos o'rnida qabul etdik. Rozilar pozitivlar tasdiqlab berishinglar so'raymiz. Kim qarshi? Betaraflar. Asos o'rnida qabul qilinadi. Tasnifiy belgilarni muhokama qilishga ruxsat bersalaringiz. Dissertatsiyani tasnifiy belgilar. Dissertatsiya natijalarini xarakter. Rahmat. Dissertatsiya natijalari yangilik darajasi. Dissertatsiya natijalarini qimmatliligi. Dissertatsiya mavzusini rejali tadqiqotlar bilan bog'liqligi. Dissertatsiyani amaliy ahamiyatga ega bo'lgan natijalarda foydalanish darajasi. Dissertatsiyani amaliy ahamiyatga ega bo'lgan natijalardan kengaytirilgan holda foydalanish bo'yicha tavsiyalar. Tasnifiy belgilarni tasdiqlash taklifi bor. Rozilar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishinglar so'rayman. Kim qarshi? Kim betaraf? Bir ovozdan qabul qilindi. Rahmat qilinglar. Taqlizlanuvchi Tashmatova Mahizatxon Inomiddin qizining pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan bo'lajak shifokorlar refleksiv malakalarini rivojlantirishni metodik asoslarini takomillashtirish mavzusidagi 13.0002 ta'lim va tarbiya nazariyati va metodikasi pedagogika fanlari ustozligi bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishi yakunlangan ish sifatida ma'qullansin. Tashmatova Mahizatxon Inomiddin qizi 13.0002 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi falsafa doktori darajasi bo'yicha ilmiy darajaga demak berilsin degan qaror qabul qilindi. Sizlarni bugungi demak kengashimizning qarori shundan iborat. Men o'ylaymanki, bu yerda yig'ilgan barcha kengash a'zolarimiz bu qarorimizdan rozi. Sizlarning nomingizdan ilmiy izlanuvchimiz Tashmatova Mahizatxon Inomiddin qizi va uning ilmiy rahbari, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent Ahmedova Nigora Dadaxonovnani muvaffaqiyatli himoya bilan muborakbod etishga ruxsat bering. Umid qilamizki, ushbu dissertatsiya OAK devorlarida juda yaxshi ilgarilaydi. Kengashimizni bugungi yana bir ajoyib himoya bilan muborakbod etaman. Kun tartibi tugadi. Mazkur yig'ilishni o'tkazish bo'yicha savollar bormi? Unday bo'lsa, sizlarni bugungi ishtirokingiz uchun barchalarga minnatdorchilik bildiraman va barchangizga sihat salomatlik tilab qolaman. Ilmiy kengashimiz ishi demak yopiq deb e'lon qilaman. Rahmat e'tiboringlar uchun. Rahmat barchaga.